Bugungi ochilimga kelganlarga hammaga alangali salom. Gralli kartalar. Aqlingizdagi kishini xayolingizdan aylantirib niyat qilib turinglar. Ishqda, ishda, uyda, ko'chadagi xullas hayotini ochib ko'ramiz. Hozirgi kunda nimalar bo'lyapti, nimalar kechyapti. Tak. Aqlingizdagi kishini korol krestida belgilab olamiz. Korol kresti, qirol haqida. Mana bitta qirollaringda, yuridik qirollaringda ochilim ochyapmiz. Ancha uzoqqa yashirinib ketib qolibdi-ku. Qaranglar. Sizlar koroleva cherry bo'lasizlar. Mana yurakchali ayolni o'zlaringga ramz qilib olib olasizlar. Uchinchi shaxsni esa, ya'ni konkurentkalaringni koroleva Bubi deb tasavvur qilib olamiz. Xayolda faraz qilib turinglar, niyat qilib. Juda uzoqqa ketib qolibdi-yu korol. Mana oxirida chiqdi mana korol kresti. Qaranglar. Hozirgi kunda korol kresti ishdagi muammolari bilan yuribdi. Ishdagi muammolari bilan yuribdi. Oldin qanaqadir ziyon ko'rgan ekan. Bu ziyon yo'qishda yo kech payt bo'lgan. Неприятный, xullas, ko'ngilochar emas. O'lim bo'lishi ham mumkin. Boshida bironta qarindoshi, o'rtog'i, tanish birodari vafot etgan bo'lsa, shu ham bor. Shu juda ham katta ziyon ko'rsatgan. Xo'p. Buni olib qo'yamiz. Tak, sizlarni atroflaringda qaranglar. Xo'p, mana agar sizlarni mana bu kartada belgilab olgan bo'lganimizda, boya aytganimdek o'zlaringiz belgilab olasizlar, aks qilib olasizlar. Demak, qaranglar. Sizlarda hayotlaringda davlat tashkiloti, o'qish bo'lishi mumkin, ish bo'lishi mumkin, bog'cha farqi yo'q. Xullas, davlat strukturalarida, davlatda o'qishida, ishida xlopotать ish qilib yuribsizlar ekan, o'qish bo'lishi mumkin. Bu shu o'zlaringiz ishlaringni yugurib yuribsizlar. O'sha aqlingizdagi kishi haqida qayg'uryapsiz ekan. Qanaqa qilib qayg'urish? Ya'ni qiziqyapsiz, har xil xabarlar beryapsiz o'zingiz haqida. Shu u bilan qiziqyapsiz. Mana bu qirollaringni Mr. X bilan qiziqyapsiz ekan. Xo'p, qani ko'ramiz. Chiqadi. Qirollaring, Mr. X qirollaring. Pulini, ishini o'ylab yuradigan, asalariga o'xshab, u yoqdan bu yoqdan o'zini o'qqa ham cho'qqa ham uradigan inson ekan. Birim ikki bo'lsin deb yuradigan Mr. X ekan. Hop. Mr. X'ni miyasida, ya'ni aqlida nimalar bor? Kelajagida, mana hozir ostona xatlab o'taydiganda, lekin bu pastdagi kartalar tushgani bilan ham tez hayotidan keladi, ketadigan, urg'u bermaydigan narsalar nima bo'lib o'tadi? O'tmishida nima bor, kelajagida nima bor? Hozir ko'ramiz. Tak. Diqqat qilaylik, bo'lmasa sig'may qolishi ham mumkin. Tak. Mayli, hozir fikrimni ham ko'raylik.
Buni olib qo'yamiz. Endi qaranglar. Tak, qirollaringda yurakda nima kechyapti? Albatta ish, razgovory, переговоры, ish yuzasidan gaplashishlar, kontaktlarda endi biznes partnyorство faqat ish yuzasidan yuribdi ekan. Aytyapman, boya mana bekordan bekor aytmadim-da, mana ko'rib turibman-ku, mana karta ham shunga chiqdiki, xayolida, ko'nglida, yuragida, ichida hech kimga aytmaydigan narsalar, bu 1 so'mmi 2 so'm qilib deb yuradigan o'sha pullar atrofida girli-kapalik bo'lib yurishar. Ya'ni o'qayam cho'qqayam birim ikki bo'lsin degani. Xo'p. Yuragini ustida nimalar turibdi? Bu hammaga ham oshkor qila oladigan. Mana yana bir marta aytyapman, ha. O'xti. Nachalnigi bor. Qaranglar, Karol Mr. X'laring yugurib yuribdi, lekin yugurishlari befoyda, quruq, pustuyda, xatti-harakatlari hech narsa yuz bermaydi. Kimdir qamalganmi? Kimdir yo o'lgan, o'sha oldingi aytgan karta. Hozir biz buni ko'ramiz mana raskladlarida, o'tmishida nima bo'ldi, miyasida nima. Bu kishi военный, ya'ni organ strukturalar, sudyalar, advokatlar, prokurorlar, shunaqalarni ham bildiradigan inson, yoki nachalnigi. Nachalnik bilan отношениялari unchalik yaxshi emas ekan, yo nachalnik bilan отношения, chunki qizlar sizlar mingta bo'lib ko'ryapsizlar, ochirim bitta. Yakka ochirim emas, bu umumiy ochirim. Ham kimgadir to'g'ri tushishi mumkin, kimgadir to'g'ri tushmasligi mumkin, kimgadir qisman qaysidir bir joylarga tushishi mumkin. Shaxsan raskladlarga murojaat qilasizlar, WhatsApp'larimni, Telegram kallarimni tashlab ketganman. Shapka profilga. Demak, qayg'urib pul masalasida qayg'urib yuribdi, yo'batda nachalnik bor. Nachalnigi bilan ishlari o'xshamayapti, yoki bo'lmasam kimdir yo qamalgan, yo sudda, yoki qanaqadir bir ish qo'zg'atilgan, o'shalar bilan gaplashib yuribdi, gaplashganlari befoyda. Havoga uchib ketadi, ish bermaydi. Xo'p. Qaranglar. Miyasida, kallasida, o'ylarida, nima fikrda anaqa aylantirib, buni boshida qarollaring nimalarni aylantirib yuribdi. Xayolidan nima ketmayapti? Ya'ni kech payt chiqayotgan pozni yoki kechqurun qayergadir yo'l ochyapti. Bu yo'l albatta pul masalasida komandirovkalar bo'lishi mumkin. Komandirovkalar и plus yana miyasida qanaqadir bir hadis aytdiki, mana shu korolevani, damani qizlar o'zlaringga raqib deb bilasizlar, konkurent deb bilasizlar. Mana shu konkurentdan bo'lishi mumkin, lekin bu konkurentlarning interesini yo'qqa chiqaryapti. O'yda mana shu gaplashib yurgan qizimni yo'qqa chiqaraman, hamma gaplashib yurganlarimni unga ishq tuyg'u, ya'ni interes, qiziqishini yo'qqa chiqaraman deb yuribdi. Qaranglar. Ostonasida nima turibdi? Mana kirib keladi, lekin bu hayotda ushlanib qolmaydigan. Tak, uyi. Kimdir unga tak. Ish qilyapti bu. Qora ishlar bo'lyapti. Uyga bog'langan qora ishlar bo'lyapti. Chirvov, ya'ni sizga bog'lanib turgan, mana sizni kartangizni ko'rsatganmiz, mana damasiz mana. Mana karta siz ham chiqyapsiz, lekin hozir nima bo'lib chiqayotganingizni ta'birini aytib beraman. Shunga qora ishlar bo'lyapti. Bu ishlar qaranglar, hali qilaylik deb gaplashilyapti. Lekin hali qilinmagan. Разговоры ведутся. Mana shu damaga, сердечный привязанностьga, damaslar dama, koroleva chervilaringa, sizlarga. Qirolichasiga qandaydir ish qilaylik, qora ish qilaylik deyapti. Nimaga? Chunki bunga bo'layotgan qiziqishni yo'qqa chiqaryapti bu o'yida, yo'qqa chiqarishim kerak deb gapiryapti. Xo'p, o'tmishida nima bo'ldi qizlar? Qaranglar, o'tib ketgan narsalar. Kasal bo'lgan ekan. Kasal bo'lgan. Ish bilan yo'lga komandirovkaga chiqqan joylari bor. Lekin bu hech narsa bermadi unga. Prosta borib keldi xolos. Aniq qilgan xatti-harakatlari ish bilan bog'liq komandirovkalar, mana pul masalasida, yon atrofida yoki yosh o'ziga o'xshagan yigit shogirdlar yoki masalan qandaydir bir
yosh, hali erkak bo'lmagan, uylanmagan, atrofida kollegalar, ishlaydigan, nima deydi, hamkasblari bo'lishi mumkin. Yoki mana shu yo'lga chiqqan, nima deydi, pul masalasida, pul ishlash masalasida yo'lga chiqqan xatti-harakatlari anaqa nima bu pulga bog'liq deyapti-da. Pulga bog'liq kasal, болезненный интерес, болезненный pastel chiqyapti. Kasal bo'lgan bo'lishi ham mumkin, kasal bo'lib yo'lga otlangan, kasal o'sha kasal ahvolida yo'lga otlanganmi deyapti. Bo'ptiki. Tak, kelajakda nimalar keladi bizga? Qaranglar. Kelajakda mana bu ya'ni konkurentlaring, raqiblaring bilan chunki interes chiqyapti, chuvstvlari yo'qqa chiqyapti, gapiryapti. Ular uchrashuvi bor, strechalari bor, lekin strechasini yo'qqa chiqaryapti. Chunki siz turibsiz. Qarang, u bilan borib gaplashib, qandaydir urushib, minus bilan gaplashib kelib turib, borib sizlarni uchrashadi. Chunki bu ikkita kartani siz qoplayapsiz, siz bulardan keyin chiqyapsiz, siz mana bu sizning kartingizda встреча bo'ladi, неожиданный встреча bo'ladi. Tak. Qayg'uga tushib qoladi bu dama. Balki o'shaning uchun gaplashayotgandi, mana bu kelajakdagi narsa. Lekin aytdim bo'yasizlarni, bu osmon ostida turgan narsa, kelib turib chiqib ketadigan narsa. Buni deyapti damani. Bir narsa qilay deydi, gaplashmoqchi kimgadir. Biladigan o'sha ish qilib beradigan ayol bilan gaplashib ber deyapti, master bilan. Xo'p, gaplashib ber deb turib nima bo'lib chiqyapti mana? Hop, ish tegan, damalar, ish. Qizlar bitta faqat mana kollegalar, ayol kollegalari ham bor ekan. Bitta faqat ish topish. Lekin kelajakda qarang, judayam yaxshi, stabilniy, to'rt devori mustahkam, oyog'ini ostidagi turgan yeri ham qattiq baquvvat bo'ladi. Judayam хороший денежный поток kelyapti. Chunki ham miyasida ham ish, yuragida ham ko'rdilaring, ish kartasi chiqqan. Xo'p, kelib ketadigan, o'tmishdagi bo'lib ketgan, mana qaranglar, korol chirg'ovi. Do'stlari, birodarlari bor. Yana yo'llar, bu anaqa yo'lga ko'p chiqadigan inson ekan-da, do'stlari bilan mana atrofida o'sha partnyorlari, hamkasblari yoki do'stlari, birodarlar, biznes partner bo'lishi mumkin, guruhdoshlari bo'lishi mumkin. Ish yuzasidan ish. Xo'p, siz bilan bog'liq bo'lgan narsa miyasida, fikrida faqat siz bu yerda daleko bo'lishi, bu bundan uzoq kelajak. Ish yuzasidan, pul yuzasidan dogovorlar, переговорlar, qandaydir bir proyektlar, startaplar quradigan biznes loyihalar chiqyapti. Gaplashuvlar shu atrofida, ustida shu proyektlar yuzasidan qanaqadir biznes ideyalarni realizatsiya, ya'ni ishga qo'yish haqidagi gaplar ketyapti. Tak. Siz bilan qaranglar, kelajakda urush borish xavfi bor, konflikt chiqishi bor, lekin bog'liq sizga. Vrachga uchrashuvlari ham bor, siz разговор, неприятный разговор-da. Yo u sizni xafa qilib qo'yadi, yo siz uni xafa qilib qo'yasiz. Xullas urushib qolasizlar. Urushib, yarashib yuraverar ekansizlar. Xo'p. Kelajakda o'ylarida nima desam bo'ladi, o'sha yaxshi do'stlari bor, atrofida mana xlopoti, работа, встречи, nima deydi? Ishda atrofida mana qayg'ulanib yuribdi. Xlopoti, рабочий xlopoti. Har kundagi bo'lgan vazifalari. Lekin bu ish bilan bo'lgan vazifalar. Bu xo'p. Tak. Bularni terib olaylik, korolimiz qolsin. O'tmishda nimalar qolib ketdi? O'tmishda siz bilan baxtli bo'lish qolib ketibdi. To'y ham bo'lishi mumkin edi. Xo'p, mana o'tmishda siz qolib ketyapsiz. O'tmishda chiqmagan kartalarni ta'birini ko'rsatib beryapman men sizga. Xo'p, ishlari, ish. Siz oldingizga yo'llari qolib ketibdi. Yana ishda, ish, qiziqish, ishni qiziqish, aytyapman-ku, kimdir hayotida o'tib qolgan. И обязательно siz chiqyapsiz. Qarang endi. Nima desam bo'lar ekan o'tmishda, ya'ni o'tib ketgan narsalar, hayotida nimalar bo'lib o'tgan, siz bilan uchrashib yurganlari, siz bilan qandaydir bog'lanib, sizga uylanmoqchi bo'lgan niyatlarini ko'ryapman bu yerda.
tez borib turar ekan. Siz bilan uni o'rtasida ish turibdi. Qazon davlatda yo o'qishdamisizlar, bilmayman, gruppadosh, kursdosh pasmisizlar yo maktabda birga o'qimaganmisizlar, bu davlatda nimasi chiqyapti bu? Bog'cha, davlat korxonasida ish bo'lishi mumkin, o'qish bo'lishi mumkin. Yana nima bo'lishi mumkin? Xo'p, yana ishlar chiqyapti. Ish yuzasidagi неприятностьlar, interes. Ish bilan sizni o'rtangizda qanaqadir bir judayam udar tushyapti, yuragini bitta narsa ranjitib qo'ygan. Yo kimdir o'lgan deyapti, yo kasal bo'lgan deyapti. Juda ham og'ir pastil chiqyapti. Batta siz chiqyapsiz, sizni interesingiz chiqyapti. Yo ishini yo'qotgan bo'ladi, yo sizni yo'qotgan bo'ladi o'tgan hayotidan. Juda qattiq ranjib yurishib qolganmisizlar. Hozir ko'ramiz. Bu o'tkinchi, уже o'tga ketgan narsalar. Hop. Buni manatga qo'yib tursak ham bo'laveradi. Qaranglar. Tak. Hozirda yugurib yurgan nima bo'lishidan qat'iy nazar harakatlari pustoy, ish bermaydi. Tak. Qaranglar. Pulga bo'lgan interesi ham ish bermayapti. Sizni oldingizga встречалар bor, lekin bu болезненный встречалар. Urushib qolasizlar-da, mana qandaydir siz bilan uchrashuvga chiqyapti, lekin болезненный uchrashuvda yo urushib qolasizlar, yo sirif bo'ladi, yo kimdir yig'laydi. Tak. Darogalar kech payt, qish mavsumida yoki kechasi yo'lga chiqyapti, pul yuzasidan yo'llar, встречалар, pul yuzasidagi встречалар bo'lyapti, lekin ish bermayapti nimagadir bu uchrashuvlar, встречалар. Korol mana boshliqlari ham ketyapti, mana pul masalasi deya boshlig'i bilan nachalnigi chiqyapti, o'rtoqlari o'sha pul bilan bog'liq bo'lganlar. Shular bilan uchrashib yuribdi-yu, lekin shunday xatti-harakatlarini qandaydir behuda ketyapti. Nima sababdan ekan o'zi ko'ramizda. Qaranglar, serдечный встречалар. Sizga yo'lga otlanyapti, pulga ham yo'lga otlanyapti. Ikkita yo'li turibdi. Siz oldingizdagi yo'llari turibdi. Xohlayapti shu встреча qilishda, встреча va yo'lga chiqaman deyapti, batta pulga ham chiqaman. Interesi bor-da sizga qandaydir. Serдечный daraga chiqyapti. Xo'p. Tak, intereslari ketyapti. Pulga interes bo'lyapti. Karyerasi chiqyapti. Juda ham zo'r karyerayu, turayotgan paytda qandaydir teskari bo'lib qolyapti. O'salmayapti bu bola bitta joyda. Qarang. Hayotdan ketdi. Mana konkurentlaring, raqib ayol ketdi mana. Kim bilan ketdi? O'sha gaplashib, ish qilaylik degan ayoldan chiqib ketyapti hayotidan. Interes, pulga qiziqish chiqyapti, sizga qiziqish chiqyapti. Yuz chiqyapti. Хорошо. Qarang. Ketdi. Qish kunida siz oldiga qishdami, kuzdami, kech paytmi, noj zima, mana yillar davomida siz oldingizga chiqib ketayotgan joylarida chiqib ketyapti. O'lim ham turibdi, любовь ham turibdi. U xohlayapti sevilishda, lekin batta qanaqadir udar bo'lyapti unga. Ko'ryapsizlarmi? Так, pulga qiziqi, так, встречи
siz bilan gaplashuv chiqyapti. Kontaktga chiqadi qizlar. Tayyor bo'lib turinglar. Hali qizni ham kontaktiga chiqamoqchi bo'lyapti. Albatta keyin ham денежный переговорlar ketyapti. Pul yuzasidan, finans yuzasidan, qandaydir yangi o'rtoq orttirilyapti ish yuzasidan, o'sha biznes yuzasidan. O'qishda bo'ladimi? Endi studentlar uchun biznes o'sha o'qishda. Обязательно siz bilan ko'ngil ochar qandaydir muomala chiqyapti. Uyg'unlik chiqyapti. Bitta joyga borib o'tirasizlar, zastolli chiqyapti. Xo'p. Qaranglar. Tak. Mana tuzlar ketyapti, pul ketyapti. Казённый dom ketyapti. Казённый dom degani bu davlat idorasi degani, davlat strukturalariga tegishli mana o'zimiz ishlab yuradigan davlatda ishi, idorasi, binosi, o'qish, ish, больница farqi yo'q. Xlopotlari ketyapti, qanaqa urinishlar, ishlari ketyapti. Ishga pul topishga qiziqishdan sizga qiziqyapti. U xatti-harakat, bu vali degani xatti-harakatlar qilib yuribdi. Astoydil xatti-harakat qilib yuribdi. Mana semyorkalar ketdi, mana ish, pul bilan встречаlar, odamlar bilan uchrashib yuribdi. Mana ikkita desatka ketdi, mana qarang. Interes sizga qiziqishdan pulga qiziqish. U bo'ladi, sizdan qiziqishdan pulga qiziqishdan boshqa hech narsa yo'q. Mana ikkita dama ketdi. Siz bilan ishxonadagi bitta ayol ketdi. Demak, ishda, ya'ni guruhdoshlar bo'lishi mumkin. Ishlatsa, обязательно kollektivda ayol kishi bo'ladi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Siz mana hayotida nima bilan qaror qolyapti? Обязательно o'zini do'stlari bilan qolyapti. O'ziga o'xshagan qaror bilan qolyapti. Сердечный do'st degani, mana yurakli do'st degani, qizlar qaranglar. Eng yaqin, ya'ni kimniki bitta bo'lgan sirdosh bitta o'rtog'i bor, o'sha bilan qolyapti. Bu xo'p. Bunga yana Karollar, ya'ni Mr. X qirollaringlar. Hop. O'zi uchun nima qoldiramiz? Uyi uchun nima qoldiramiz? Yuragi uchun, ya'ni ko'ngli uchun nimalar kechyapti? Tak, o'tmishda, kelajakda hamma ish nima bilan yakunlanadi? Mana shu maslahat kartasi. O'zi uchun, uyi uchun qarayapsizlar. Yuragi uchun o'tmishda, kelajakda. O'zi uchun, yuragi uchun, ko'nglida nimalar kechayotganini, yuragida. O'tmish, kelajak. Qaranglar, uyda nimalar kechyapti? Uyda yugurib, xatti-harakat qilib, ishlar qilib yurgani pustoy bo'lyapti. Nimaga? Chunki qarang, dama chervi siz bilan mana siz chiqdingiz uyda. Uyda siz chiqyapsiz, lekin sizga bo'lgan xatti-harakatlari, e'tiborlari, ko'ngilga qarashlari pustoy bo'lib chiqyapti, murtli bo'lib chiqyapti. Tak, sizga yo'li bor, yo'llar chiqyapti. Ya'ni qandaydir chувство chiqyapti, intereslar chiqyapti. O'ynashyapti siz bilan, e'tibor beryapti sizga, lekin uy chiqyapti, pul chiqyapti. Uyda hammasi yaxshi. Uyda yaxshi qandaydir udar bo'libdi, aytyaptimi? Uyda mana uy chiqyapti. Uy kartasida uy chiqyapti. Mana bu uyi bo'ladi, o'zini uyi bo'ladi. Qarang, uyda kimdir qarindosh urug'laridan o'tib qolgan bo'lishi mumkin. O'shanga xatti-harakatlar qilib yig'lab yurganlari pustoyi. Buni ko'proq uyda ko'ngli siz bilan pulga ketyapti. Tak, ketdi. O'zi uchun pul o'rtoqlari, do'sti, ish,
qarang, ish bilan qandaydir puldor shaxs, o'sha biznes qurayotgan inson bilan, o'sha pul topaman deb yurgan biznes partnyor bo'ladimi, sherik o'rtoqlari bo'ladimi? Qarang. Ishdagi interes bilan o'rtadagi gaplar, встречалari pustoy ketdi. Yo встреча назначать qilishgan, bilan gaplashib olishgan, uchrashamiz deb bo'lmagan. Yoki uchrashuvlari ish bermagan. Siz bilan gaplashishlar chiqyapti, постоянно bilan gaplashar ekan. Do'stlari, birodarlari, mana pulga qiziqishlari bo'lyapti, mana. Interes, встречи o'rtoqlari bilan o'zi uchun to'g'ri chiqqan qarang. Tak, ketdi bu yerda. Yuragida, ko'nglida, siz bilan uchrashuvlar turibdi. Pul topish ketyapti yuragida. Endi qaranglar. Boya uchrashagan anaqa raqib damaklaring bor edi-ku, konkurentlaring. Uchrashadi, yo'l chiqyapti, lekin yo'li pustoy chiqqanidir, yaxshi ish bermaydi. U chiqib gaplashaman deb yurgan paytda buni sразу резко mana ko'rasizlarmi, tuz. Yo'li o'sha yo o'qishga, yo ishga, yo mana shu davlat idorasiga tushyapti yo'li. Siz bilan uchrashuvlar chiqyapti. Juda ham katta pul ketyapti. O'sha qanaqa qilib ishlasam ekan, xayoli ketib yuribdi, xatti-harakatlar qilib yuribdi. Mana student bo'lishi mumkin. Обучение, o'qishi mumkin. Nari dama raqiblaring tushyapti. Raqibni oldiga yo'l tushyapti. Bilmayman nima uchun borib kelaman deyapti. Nima sababligini bilmayman, lekin uchinchi shaxsga yo'l chiqyapti. Undan tashqari mana казенный donlari, ya'ni o'sha karyerasi и davlat, ya'ni organizatsiyaga, strukturaga qiziqishi uyg'onyapti. Хорошо, ketdi bu kartalar. O'tmishida nimalar bo'ldi? O'tmishda qarang, hamma qora kartalar o'tib ketyapti, chiqib ketyapti. Ya'ni qandaydir pulli xlopotlari, qiziq xatti-harakatlar, yugurlari, o'zini o'qqa-cho'qqa urishi o'tib ketyapti. Cho'qqa ham, o'qqa ham uraman degani, ish bermagani o'tib ketyapti o'tmishda. Xo'p, bu yuzasidan qayg'urib yurib, gaplashib yurgan, bu gaplashishda endi kimlar bilandir gaplashib yurgani, pulga qiziqish bo'lgan, gaplashib yurgani, ish bermagan, chiqib ketyapti. Nimagadir qaranglar. Tak. Ishga, o'qishga bo'lgan qiziqishlari nolga chiqib ketyapti. Kasal bo'lib qolyapti. Неприятно bo'lib qolyapti. Ichkilikka berilib yoki siqilib, chekib yurgan bo'lishi ham mumkin. O'tib ketyapti bu o'tmani. Tak. И sizga bo'lgan qaranglar, mana boya aytgan mana, o'tmishda chiqqanida eslaringizmi, unaqa miyasida, o'tmishida, kelajagida, ostonasida, xayolida nima keladi, nima ketadi. Ishda, oilada, ro'zg'orda, biznesda degan kartalarda o'tmishda sizga uylanish chiqqan. Bunga rosa xatti-harakat qilib yugurib yurgan ekan. Shu chiqyapti. Qiziqishib yurgan bilan bo'lgan ekan kelajagida. Kelajagida faqat qora kartalar. Qora qaranglar. Kelajagida. Tak. Kechasi yo'lga chiqib, ish yuzasidan yo'li tushyapti. Переговорlar ketyapti, gaplashuvlar ketyapti. Tak, вечерний smenada o'qimaydi, kechkida, kechki smenalarda ishlamaydimi? Chunki faqat kech payt ish kech paytga tushyapti. Boshliq ham tushyapti kech paytga. Mana o'sha atrofida ishlab yurgan ish sohasida, o'qish sohasida nimasi bor? Ayol kishi ham bor ekan shu sohada. Mabodo yomon yo'lga yurib qolmadimikan, yurib qolmasmikin deyapman-da, boshqacha yo'llar bilan ishga kirishib ketmasmikin. Udar tushyapti. Ishlar bo'lyapti. Kelajagida bo'ladi. Kimdir yo'lini baylab qo'yadi. Qiziqishlarini baylab qo'yadi. Juda kuchli ish olib borish niyati bor kimdir kelajagida. Bu insonga nisbatan ehtiyot bo'linglar. Maslahat. Nima bilan tugashi mumkin mana bu qarorlarni qaranglar. Faqat gaplashuv, diplomatik, деловой встречада, de krugliy nima deydi?
kupla prodajalarda, pul sohasida diplomatik nimasini, nima deydi, jilkasini yoqib olsin deyapti-da, diplomat bo'lib olsin deyapti, diplomat niqobini kiyib olsin, ishlari oldinga yurishadi. Faqat pul olish, pul bilan gaplashish mahoratini oshirsin deyapti-da. Hammasi zo'r bo'ladi deyapti. Tak. Bugungi kartalar Tibetskiy ochirimlar shular bo'lib chiqdi. Keyingi uchrashgunimizgacha xayr, salomat bo'linglar. Kanalimga ulanishni eslaringdan chiqarmanglar. Like bosinglar, kommentlar yozinglar.